Assalomu alaykum Metal Marto obunachilari. Mana bugungi ishimiz Namangan filialidan qilib berilgan Parses mahallasi, Musaffo ko'chasi. Hop, yangi uchastka, 2 etajli qilib qurilgan uy balandligini nisbatiga berilgan ham rost metrlari balandroq bo'lgan. Hop, uni hozir obzor qilib beramiz, ko'rasizlar. Bu fasonimiz balasina fason. 14 metr joyga qilib berganmiz. 5 ta tumba ishlatganmiz. Profil balasina bo'lgan. 1 yil servis xizmatimiz bor. Svarkasiga o'zim 80 kilometr baquvvatligiga javob beramiz. Ustidagi dvigatellari tekstolet bo'lgan. Hop, kimda kim shunaqangi high-tech stilda, high-tech fasonda zakaz qiladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Namangan filiali tomonidan qilib berilgan ish. Uyimiz high-tech tomonidan remont qilinadi kelajakda. Hozir bolalarning xavfsizligini o'ylab oldindan qilib qo'yilgan fason bu.